Fast food shoxobchalarida sotilayotgan lavash aslida qanday tayyorlanishini hech o'ylab ko'rganmisiz? Bugun siz bu jarayonni U5 TV kanalida boshidan oxirigacha ko'rib, bilib va siz ham uy sharoitida shunday mazali lavashlarni tayyorlay olasiz. Lavash bugungi kunda eng mashhur fast foodlardan biri, lekin uning ortida qanday jarayonlar borligini ko'pchilik bilmaydi. Keling, oshxona ichiga kirib, barchasini o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Jarayon albatta go'shtdan boshlanadi. Go'sht maxsus temir yuzasida yuqori haroratda qovuriladi. Bu yerda oshpazlar go'shtni doimiy ravishda aylantirib turadi. Shunda u bir tekis pishadi va suvini yo'qotmaydi. So'ng unga turli ziravorlar qo'shiladi. Aynan shu ziravorlar lavashga o'ziga xos ta'm beradi. Keyingi bosqich sabzavotlarni tayyorlash. Bu yerda yangi karam, pomidor va bodring ishlatiladi. Ular mayda qilib kesiladi va lavash ichiga solishga tayyorlanadi. Yangi sabzavotlar lavashga nafaqat ta'm, balki rang va ko'rinish ham beradi. Endi eng muhim qismlardan biri sirli souslar. Odatda mayonez, ketchup va maxsus aralash souslar ishlatiladi. Har bir oshxonaning o'ziga xos retsepti bo'ladi. Aynan shu souslar lavashning umumiy ta'mini belgilaydi. Endi barcha ingrediyentlar lavash noniga joylanadi. Avval sous surtiladi. So'ng sabzavotlar. Undan keyin esa issiq go'sht qo'shiladi. Shundan keyin eng muhim jarayon boshlanadi, ya'ni o'rash. Lavash ehtiyotkorlik bilan buklanadi va mahkam qilib o'raladi. Shunda ichidagi barcha mahsulotlar to'g'ri joylashadi. O'ralgan lavash maxsus pressga qo'yiladi. Bu yerda u qisqa vaqt ichida qizdiriladi va tashqi tomoni qarsildor holga keladi. Ichki qismi esa yumshoq va shirali bo'lib qoladi. Mana shunday qilib hammamiz sevib iste'mol qiladigan lavash tayyor bo'ladi. Endi siz lavashni yeganingizda uning qanday tayyorlanganini tasavvur qila olasiz. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Shu kabi videolarni ko'rish uchun kanalga obuna bo'ling. Agar shu video 100 ta like yig'sa, O'zbekistonda eng zo'r lavash qayerda tayyorlanishi haqida videorolik joylayman. Ovoz ortida Suhrob Xolmurodov bo'ldi. Videorolikni oxirigacha tomosha qilganingizdan mamnunman.